85-yil salarga holatda turgan kamaz chiqib qoldi. Aka 8 ming qo'yamiz, o'tib berasiz, xudo xolasa, chiroyli qilib. Texnika qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib turinglar, ma'lumotlarni beramiz, to'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Demak, texnikamiz 85-yil, 55-11. Zavadskiy samas olmagan aka. Zavadskiy. Tigashdan nimalar? Yo'q, Zavadskiy samas. Qachondan beri ishlatasiz buni? 2 yildan beri ishlatasiz. 2 yildan beri ishlatasiz. Kabinalar remont qilgan ekansiz. DTP bo'lgan joyi yo'q. Yo'q, hamma birga. Mana oldini ko'ringlar, haqiqatda butun ekan. Aka nomerlari ham to'g'ri kelaverar ekan. Отдельно qo'ysa ko'rinadigan qilib. Suvmi, frizmi? Suv. Gap yo'q. Oldi butun ekan, lekin haqiqatda kamingan tarlari butun hamma. Holati zo'r lekin haqiqatdan. Salondan chin ko'ringlar mana. Ashbalar cho'kka chiqqan ekan. Qop-qora qilsalaring tashqaridan tangrovka bo'lganga o'xshab turadi. Mana ko'ringlar. Lekin ichi sostoyaniyasi yaxshi turibdi ekan. Aka buni kunda ishlatasizlar, har kuni ishga chiqadi. Bezatka shunday ishga chiqarsa bo'laveradi. Hozir ham ishga chiqib ketaveradi, maşallah. Motorni yaqinda qildim dedingiz? Aka, rasxod yo'q umuman. Moy rasxodi yo'q. Yo'q, umuman. Ja. Ishlashlar juda cho'p ketdi. Aka gaz bosib oling-chi. Mana ko'rib turganlaringiz yarmi oborotga zavod bo'lyapti. Motorlar qilingan, xudo xolasa. Balondan tashqari hech qanaqa xarajati yo'q texnikaning. Apparatlar zo'r, hamma yo'q. Qilingan. Zo'ridan bosdi. Deletel ham ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Ishlaydi. Asosiysi qadrdonlar Ramaz butun ekan. Umuman yo'q Yo'q, umuman. Tekshirish bo'ladi. Bemalol. Faqatgina shu balonlari 30-40% atrofida ekan, shu balonni almashtirish. Balonni almashtirish bo'ladi. Hadovoylar qilingan, qizillar qimmatdan qo'yilgan. Oldiga bes kamera qilib, mana turistlik diskalar qo'yib qo'yishgan ekan. Kabinalari radnoy turgan holatiga asosiyat qilingan. Kalta yegan joyi yo'q. Kuzovlari ham yaxshi ekan. Aka narashkasi-chi? Bor, narashkasi. Hujjatida bormi narashkasi? Maşallah. Aka orqa qo'pollar yoniga ham ochiladi. Silosga bop qo'ygan ekansizlar. Uni esa. Yo'q. O'zingizning nomingizdanmi hujjatlari? Akamiz nomidan. Muammo yo'q, a? Yo'q. Reduktorlarni ham ochtiribsiz, a? Hamma yo'q qilingan, aka. Bu tiyagalari ham qimmatdan qo'yilgan. Yevro tiyagalar qo'yilgan. Hadovoylar qilingan. 49 taligan reduktori. Ovozi yo'q, a? Umuman yo'q. Maşallah. Ko'ringlar. Ramalari butun. Tortishlari ham emas, spiskadan qiltetdan chiqadi. Bemalol. Faqat endi sizlar unaqa metkiso tashlasizlar, asfalt metkiso. Yo'q. Faqatgina yagona kamchiligi shu balon ekan xolos. Ko'ringlar, holati yaxshi ekan, ishlab turgan texnika. Akkumulyatori nima deydi aka buni? Zo'r. Qo'yib qo'ydik aka akkumulyator. Yangi qo'yib qo'ydingizmi? Yo'q. Kompressor hamma yo'q zo'r, havolari ham zo'r, sistema zo'r turadi havolari. Havolari ham zo'r turadi aka. Bu texnikamiz Andijon viloyati Izboskan tumanida turibdi. Pastki egalar nomerini qoldiraman. Xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Narxini 8 ming dollar so'rashyapti, yana o'tib beradigan joyi bor. Bu video roligimiz 5511 dizel holatda turgandan qidirib yurgan do'stingizga srojniy tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana barcha turdagi texnikalardan, narxlardan xabardor bo'lib turasizlar. Savdolayversa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.